bank mijozlari, fuqarolar, tadbirkorlar bilan navbatdagi uchrashuv o'tkazish belgilangan. Bundan asosiy maqsadimiz shu tadbirkorlik qilish istaydigan fuqarolarni tadbirkorlikka jalb qilish, faoliyatni boshlashga imkoniyatlar berish, tadbirkorlik faoliyatini shug'ullanib kelayotgan mijozlarimizga faoliyatini kengaytirish uchun imkoniyatlar ajratish. Bundan asosiy maqsad shu yangi ish o'rinlarini yaratish, tadbirkorlikni kengaytirish, faoliyatini kengaytirish. Buni asnosida tumandagi, mahalladagi ishsiz fuqarolarni ish bilan ta'minlash, daromadini oshirish asosiy maqsad bo'lib olingan. Endi bizlarda hozir o'zini o'zi band qilgan ishlamaydigan fuqarolarimiz uchun biznesga ko'mak kreditimiz bor. 12 milliongacha beriladi yoki kafillik sug'urta qo'yiladi. Demak, 4 yilga beriladi. 25% dan xotinimizdagi 2% dan imtiyozi bor, 23% dan beriladi. Mahalla loyiha kreditimiz bor, 5 yilga beriladi. Bu ham 25% dan xotinimizdagi 23%. Keyin tadbirkorlarimizga 312 son qaror bersin. Demak, 100 milliongacha 21% dan beriladi. Xotinimizdagi 19%. Bank o'z mablag'idan 300 milliongacha beriladi, faqat unga garov qo'yiladi 200 millionga. Bu ham 20% dan xotinimizlarga imtiyoz beriladi, 2% imtiyozdan foydalansa bo'ladi, 19% dan olsa bo'ladi. Bundan tashqari madadkor degan kreditimiz bor. Tadbirkorlikda ish o'rniga qarab beriladi. 2 tadan 5 tagacha ish o'rni yarasa 500 milliongacha 25% dan olsa bo'ladi. Demak, 5 tadan 10 tagacha ish o'rni yarasa 1 milliardgacha beriladi, 24% beriladi. Demak, shu 10 tadan ziyod ish o'rni yaratgan 2 milliardgacha beriladi. Demak, bu 23% dan bo'ladi. Bu yerda tadbirkorlarimizga bor.